Assalomu alaykum. Bugun siz bilan 4-mavzuda ko'rishib turibmiz. Mavzuyimiz sarmoyadorlar va boshqa manfaatdor tomonlar deb ataladi. Ya'ni bugun biz siz bilan sarmoyadorlar tushunchasini yanada kengroq ko'rib chiqamiz. Biz siz bilan moliyaviy hisobning ta'rifini keltirganimizda tashkilotning resurslari, majburiyatlari va kapitalga oid axborotni uning mavjud va istiqboldagi sarmoyadorlari uchun yig'ish, qayd etish va umumlashtirish tizimi deb atagan edik. Ya'ni biz resurslar, majburiyatlar va kapitalga oid axborotni mavjud va istiqboldagi sarmoyadorlar uchun yig'amiz. Xo'sh, ushbu sarmoyadorlar deganda kimni tushunamiz? Va biz siz bilan birinchi sarmoyador bilan tanishmiz. Bu biznesning egasi, ya'ni uning mulkdori. Biznesning mulkdori biznesga pul kiritadi, biz uni kapital deb atadik. Maqsadi tijoriy, ya'ni foyda ishlab topish, kiritilgan pulni ko'paytirib olish. Ya'ni biznes uchun bosh sarmoyador bu mulkdordir, biznesning egasidir. Mulkdorlar soni bitta yoki bir nechta bo'lishi mumkin, hattoki minglab, 10 minglab bo'lishi mumkin. Bunda ularni biz aksiyadorlar deb ham ataymiz. Maqsadlar esa o'sha. Ya'ni kiritilgan pulga nisbatan ko'proq pul ishlab topish, tijoriy maqsad. Ammo sarmoyadorlar mulkdordan tashqari biznesning kreditorlarini ham o'z ichiga oladi, ya'ni biznesga qarz bergan shaxslarni. Kreditorlarning ham maqsadlari o'sha. Pul kiritib, evaziga ko'proq pul ishlab topish. Ammo mulkdordan farqli ravishda kreditorlarning tijoriy foydasi chegaralangan bo'ladi. Ya'ni bu o'sha olingan kreditlarga belgilangan foizlarga bog'liq bo'ladi hamda olingan qarzning muddatiga. Bunda mulkdor masalan banklarga nisbatan ko'proq tijoriy foydani ishlab topishi mumkin. Chunki toki biznes yashar ekan, faoliyat ko'rsatar ekan, uning ishlab topgan foydasi mulkdorga tegishli bo'laveradi. Aynan biznesning egalari hamda kreditorlar, ya'ni biznesning asosiy sarmoyadorlari biznesdan alohidalangan holda bo'ladilar va ular moliyaviy hisobotning tashqi foydalanuvchilari deb ataladilar. Nima uchun? Nima uchun biz sarmoyadorlarni tashqi foydalanuvchilar deb ataymiz? Chunki ular biznesdan alohidalangan bo'ladilar. Ular biznesda kundalik ro'y beradigan operatsiyalar, jarayonlarga aralashmaydilar. Chunki ularni moliyaviy hisob qiziqtirmaydi. Moliyaviy hisobning natijasi, moliyaviy hisobot zarur ularga. Ya'ni o'zida aktivlar, majburiyatlar, kapital, ishlab topilgan daromadlar va amalga oshirilgan xarajatlar to'g'risidagi axborot zarur. Xo'p, tashqi foydalanuvchilardan tashqari biznesda, misol uchun, uning rahbariyati, xodimlari ham bor-ku, yoki biznesning turli bo'linmalaridagi boshqaruvchilari. Ular uchun moliyaviy hisob kerakmi yoki boshqacha hisobmi? Rahbariyat va tashkilotning bo'linmalaridagi boshqaruvchilari biznesning, tashkilotning ichki foydalanuvchilari deb ataladi. Ular uchun moliyaviy hisobdan farq qiladigan hisob zarur. Bunday hisob boshqaruv hisobi deb ataladi. Misol uchun deylik, biznes qayerda faoliyat ko'rsatishi, qanday faoliyat turlari bilan shug'ullanib, qayerlarda o'zini bo'linmalarini ochishi kerakligi yoki qanday zaxiralar xarid qilinishi kerak. Ushbu zaxiralardan foydalanib, daromad ishlab topish uchun qanday resurslarni xarid qilish kerak? Yoki ishlab chiqarilgan mahsulotlarni qayerda joylashtirish kerak? Kimlarga sotish kerak? Kimlardan esa xomashyo zaxiralarini sotib olish kerak va hokazolar. Bunday ma'lumotlar boshqaruv hisobida jamg'ariladi. Biz siz bilan
Bizning kursimiz davomida bu xususda gaplashmaymiz, chunki boshqaruv hisobi bu alohida kursdir, alohida hisobdir. Albatta, boshqaruv hisobi moliyaviy hisobning ma'lumotlaridan foydalanish ham mumkin. Aynan mana shu asosiy sarmoyadorlardan tashqari boshqa tashqi foydalanuvchilar ham bor. Bu hukumat organlari, soliq organlari, statistika qo'mitalari. Bundan tashqari boshqa tashqi foydalanuvchilarga hattoki biznesning ichida ishlovchi xodimlarni ham kiritish mumkin. Xo'p, misol uchun deylik, hukumat tashkilotlari uchun moliyaviy hisob nima uchun kerak yoki moliyaviy hisobotlarda ko'rsatilgan axborot. Davlat organlari sifatida aytaylik, turli xil vazirliklarni, misol uchun Moliya vazirligini oladigan bo'lsak, Moliya vazirligi va boshqa tegishli davlat idoralari moliyaviy hisobni va moliyaviy hisobotni yuritishda qanday qoidalardan foydalanish kerak, ularni qanday shakllarda to'ldirish kerak, bular xususida ular qonunchilik asoslarini yaratadilar va amalga kiritadilar. Soliq organlari ham moliyaviy hisob ma'lumotlaridan foydalanishlari mumkin, ammo soliq organlarini qiziqtirgan savol bu biznesning davlatga to'laydigan soliqlari summasi. Shu xususdagi ma'lumot shuning uchun soliq hisobotlarini to'ldirguncha moliyaviy hisobotdan emas, balki soliq kodeksi asosida yaratiladigan, shakllantiriladigan soliq hisobotlaridan foydalanamiz. Ya'ni soliq hisobotlari alohida boshqa qoidalar asosida tayyorlanadi. Bundan tashqari davlat organlari ichida statistika qo'mitalari ham mavjud. Statistika qo'mitalarini moliyaviy hisobotlarda ko'rsatilgan, pulda aks ettirilgan ma'lumotlardan tashqari, ya'ni aktivlar, majburiyatlar kapitalidan tashqari, misol uchun bu tashkilotda xodimlarning yosh chegarasi qanaqa, jins jihatdan bo'linishi qanaqa, umuman ma'lumot jihatdan oliy ma'lumotlari soni, oliy ma'lumotli xodimlar soni nechta-yu, o'rta ma'lumotli xodimlar soni qancha. Shu kabi ijtimoiy, sotsial savollar qiziqtiradi. Ya'ni albatta moliyaviy hisobdan foydalanib turib, soliq hisobotlarini, statistika hisobotlarini to'ldirishimiz mumkin. Ammo kezi kelganda ushbu hisobotlarga alohida qoidalar asosida, alohida qoidalarni qo'llab, statistika hisobotlarini, soliq hisobotlarini to'ldiramiz. Ya'ni buning uchun alohida qonun qoidalar ushbu tegishli idoralar tomonidan biznes uchun ishlab chiqarilgan bo'ladi va amalga kiritiladi. Albatta, hukumat ham ba'zi bir holatlarda biznesning mulkdori sifatida biznesga kirishi mumkin va bunda hukumat xuddi alohida xususiy mulkdor kabi biznesning mulkdori sifatida qaraladi. Ya'ni biznesda mulkdor sifatida qatnashadi. Bu tashqi foydalanuvchilardan tashqari bizda jamiyat ham moliyaviy hisob ma'lumotlaridan foydalanuvchisi bo'lishi mumkin. Ya'ni turli xil jamoatchilik guruhlari. Jamoatchilik guruhlarini faoliyat yuritadigan biznesning, misol uchun, atrof muhitga ta'siri yoki qandaydir bir joylarda mavjud ijtimoiy savollarni qanday hal etishda ko'maklashishi qiziqtiradi. Demak, sarmoyadorlardan tashqari moliyaviy hisob ma'lumotlaridan davlat organlari, soliq organlari, statistika qo'mitalari, hattoki jamoatchilik guruhlari ham foydalanishlari mumkin. Demak, yakunda yana bir bor moliyaviy hisob ta'rifiga to'xtalamiz. Moliyaviy hisob tashkilotning resurslari, majburiyatlari va kapitaliga oid axborotni uning mavjud va istiqboldagi sarmoyadorlari uchun yig'ish, qayd etish va umumlashtirish tizimidir. Tashqi foydalanuvchilar soniga davlat, soliq,
statistika organlari, hattoki jamoatchilik guruhlari ham kirsa-da, asosiysi moliyaviy hisobning maqsadi va unda beriladigan axborot mavjud va istiqboldagi sarmoyadorlarning axborot ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni moliyaviy hisob jarayonida yaratiladigan moliyaviy hisobot aynan tashkilotda hozirda mavjud kapital, majburiyatlar va resurslar hamda bularning evaziga ishlab topiladigan daromad bilan xarajatlar xususidagi axborotni yoritib berishi, mulkdorga ko'rsatib berishi kerak. Va biz siz bilan keyingi mavzularda aynan shular xususida suhbatlashamiz.